Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. YouTube kanalimga video joylamaganimga ancha vaqt bo'ldi. Bu vaqt ichida to'xtab qolmadim. Yangi bilimlar oldim, o'z ustimda ishladim. Endi esa qaytadan YouTube'ga qaytdim va o'rgangan bilimlarimni sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Bugungi darsda to'g'ri o'lcham olishni o'rganamiz. To'g'ri olingan o'lcham libosning qomatda chiroyli va qolipday turishining asosiy omillaridan hisoblanadi. Ushbu videoda to'g'ri o'lcham olishning sir asrorlarini bo'lishaman. Agar tikishda to'g'ri va professional boshlashni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Izoh qoldiring. Sizning fikringiz men uchun juda ham muhim. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada savol qoldirishingiz mumkin yoki Instagram sahifamdan yozishingiz mumkin. Albatta javob qaytaraman. Biz birinchi navbatda o'lchamlar bilan tanishib olamiz. O'lchamlar bizda ko'krak aylanasi, bel aylanasi, bo'ksa aylanasi, old bel uzunligi, orqa bel uzunligi, old kenglik, orqa kenglik, ko'krak markazi, old qiya ko'krak balandligi, old qiya uzunligi, orqa qiya uzunligi, proyma balandligi, yubka uzunligi oldidan va orqadan, yeng uzunligi, yuqori bilak aylanasi, tirsak aylanasi, pastki bilak aylanasi, umumiy yelka, old ochiqligi, libos uzunligi va yelka o'lchamlarini o'lchab olishimiz muhim hisoblanadi. O'lcham olishdan oldin klientning beliga va proymasiga mo'yindan o'tkazgan holatda polga parallel holatda bo'lishi kerak ipimiz. Klient to'lachadan kelgan bo'lsa va qorinli bo'ladigan bo'lsa, rezina ko'tarilib ketish holatlari kuzatiladi va bel qismini aniqlash murakkabroq bo'ladi. Bunday holatlarda nima qilamiz? Orqada umurtqaning eng chuqur nuqtasini belgilab olamiz. Inson tanasining mana shu qismi yog' yig'maydi. Shuning uchun mana shu nuqtani orientir qilib olamiz. WhatsAppdan yoki Instagram sahifam orqali yozishingiz mumkin. Rasmga olib yuborsangiz, men tekshirib beraman. Endi bizning birinchi oladigan o'lchamimiz ko'krak aylanasi. Ko'krak aylanasini santimetr lenta bilan ko'krakning cho'qqi bo'lib chiqqan nuqtasidan aylantirib, orqa tomonga tutashtirilib va hech qanday kengliklarsiz shu ko'rsatilgan son qayd etiladi. Undan keyin bel aylanasini o'lchaymiz. Bel aylanasini o'lchaganda santimetr lentani bel qismidan aylantirib, ko'rsatilgan sonni hech qanday harakat kengliklarsiz loyiq holatda yoziladi. Undan keyin bizda bo'ksa aylanasi. Bo'ksaning eng cho'qqi bo'lib chiqqan nuqtasidan aylantirib, qorin tomonga 5 bu bo'ksa aylanasini chiziq bo'lsa, shundan 5 sm yuqori ko'targan holatda o'lchaymiz. Hozir rasm qoldiraman. Ana shu rasmdagidek o'lchanib, shu ko'rsatilgan son yoziladi. Keyingi o'lchamimiz old bel uzunligi. Old bel uzunligini o'lchaganda mo'yin o'yindisi boshlangan nuqtadan ko'krak usti bilan o'tib, bel rezinasigacha bo'lgan uzunlik o'lchanadi. Rezina polga parallel turganligini nazorat qilib turing. Orqa bel uzunligi. Bu yerda rezinamiz tushmay qolibdi. Orqa bel uzunligi, orqa bo'yin o'yindisini bo'rtib chiqqan nuqtasidan umurtqa bilan bel nuqtasigacha bo'lgan rezinagacha bo'lgan uzunlik o'lchanadi. Mana shu o'lcham bizda eng muhim o'lchamlardan biri hisoblanadi. Undan keyingi o'lchov old kengligi. Qo'lni tanadan ajralgan nuqtasidan ikkinchi shu nuqtagacha bo'lgan masofa o'lchanadi va hech qanday qo'shimcha sonlarsiz yoziladi. Orqa kenglik tanani orqa qismidan qo'lni tanadan ajralgan nuqtasi ikkinchi shu nuqtagacha bo'lgan masofa. Standart razmerlarda 2 sm, velikan razmerlarda 3 sm qo'shib yoziladi. Sababi orqa kenglik harakat natijasida kengayib, yana o'z holiga qaytadi.
Agar shu kengaygan payti sababli orqa kenglikda harakat kengligi qo'shilmasa, bizda shu yerda tortilishlar, diskomfortlar hosil bo'ladi. Keyingi o'lchamimiz ko'krak markazi. Ikkita ko'krakning cho'qqi bo'lib chiqqan nuqtalari oralig'i o'lchanadi va son hech qanday kengliklarsiz, qo'shimchalarsiz yoziladi. Ko'krak balandligi mo'yin o'yindining mana shu nuqtasidan ko'krak markazigacha bo'lgan masofa hech qanday kengliklarsiz yoziladi. Old qiya uzunligi. Old qiya uzunligi yelka qiyaligacha bo'lgan masofa o'lchanadi. Bu o'lcham mana shu nuqtadan yelkamizning qo'l bilan yelkaning mana shu yerda bir suyak bor. Ana shu nuqtadan ko'krak markazigacha bo'lgan masofa. Bu o'lchamni o'lchash orqali mijoz yelkasi qaysi holatdaligi aniqlanadi va shunga xos fason tanlashga yordam beradi. Orqa qiya uzunligi. Yelka qiyaligidan mana shu yerdagi yelka va qo'lni birlashtirib turgan mana shu yerdagi suyakdan belning markazigacha bo'lgan masofa, mana shu yerdagi masofa o'lchanadi. Bu o'lcham orqali ham mijoz yelka qiyaligi qaysi holatdaligi aniqlanib, o'ziga xos fason tanlanadi. Keyingi o'lchamimiz proyma balandligi. Proyma balandligini ikki xil yo'nalish bilan aniqlasak bo'ladi. Birinchisi, eni mana shunday 3 santimetrli bo'lgan lineykani mijozning qo'ltig'i ostiga polga parallel holatda qo'yib yoki bel rezinasiga parallel holatda qo'yiladi va lineykaning pastki qismidan bel rezinasigacha bo'lgan masofa o'lchanadi. Mana shu yergacha bo'lgan masofa o'lchanadi va o'lchov mana shu o'lchov hech qanday qo'shimchalarsiz yoziladi. Bel chizig'idan tepaga qarab o'lchanadi va andozada kiritganimizda ham proyma balandligi beldan tepaga qarab belgilanadi. Proyma balandligini topishning keyingi usuli mana shu lineykani foydalangan holatda proymadan o'tgan ipni tagiga taqab qo'yamiz va mo'ynidan o'tgan ip bilan mana shu nuqtadan pastga lineykaning pastki qismigacha bo'lgan uzunlik o'lchanadi. Bu proyma balandligini o'lchashning ikkinchi usuli edi. Yubka uzunligi oldidan va orqadan o'lchanadi. Mana shu belni mana shu nuqtasidan oldi qismidan polgacha o'lchanadi. Orqa qismi beldan polgacha o'lchanadi. Bu nima uchun kerak? Ba'zi bir ayollarda bo'ksasi chiqqan bo'ladi. Ko'ylakni orqa qismini ko'tarib yuboradi. Ba'zi bir ayollarda qorin chiqqani hisobiga ko'ylagimizni old qismini ko'tarib yuborish holatlari kuzatiladi. Bu turdagi o'lcham orqali biz andazada kiritadigan o'zgarishlarni aniqlaymiz. Agar yubka orqa uzunligi uzun kelsa, demak mijozimizning orqa qismi kattaroq. Bunaqa holatda andaza orqa markaziy chiziqda shu farq uzaytirilgan holatda chiziladi. Keyingi o'lchamimiz yuqori bilak aylanasi. Mana shu yerda o'lcham olish uchun santimetr lentasini qo'lning tepa qismiga, eng to'la qismiga aylantirib o'lchab ko'rsatiladi va ko'rsatilgan son hech qanday harakat kengliksiz yoziladi. Keyingi o'lchamimiz tirsak aylanasi. Tirsak aylanasini o'lchash uchun mijoz qo'lini yengil buklagan holatda bo'lishi kerak. Keyingi santimetr lentasini bo'rtib chiqqan tirsak suyagi ustidan aylantirib, ko'rsatilgan son hech qanday harakat kengligi qo'shilmagan holatda yoziladi. Keyingi o'lchamimiz bilak aylanasi. Kaft bilagi ustidagi suyak aylantirilgan holatda loyiq shaklda hech qanday harakat kengliklari qo'shilmagan holatda yoziladi.
Undan keyingi o'lchamimiz yeng uzunligi. Qo'limizni yengil bukkan holatda santimetr lentasini yelka nuqtasiga qo'ygan holatda pastki bilak suyagigacha bo'lgan masofa aniqlanadi. Qo'limiz yengil buklangan tarzda bo'lishi kerak. Undan keyingi o'lchamimiz umumiy yelka. Orqa tomondan o'lchanadi. Mana shu nuqtadan mana shu yergacha bo'lgan oraliq. Umumiy yelka kengligi tananing orqa qismidan yelkada bo'rtib chiqqan suyagidan ikkinchi yelkaning suyagigacha bo'lgan masofa to'g'ri o'lchanadi. Hech qanday qo'shimchalarsiz yoziladi. Keyingi o'lchamimiz bizda old ochiqligi. Old ochiqligini aniqlashimiz uchun mana shu nuqtadan mo'yin o'yindisida rezina o'tgan joydan oldimizni qay darajada ochiqlik bo'lishi bu mijozimizning talabiga qarab belgilanadi va shu o'lchangan son yoziladi. Undan keyin bizda libos uzunligi, umumiy yubka uzunligini o'lchadik. Undan keyin biz libosimizni qay darajada uzunlik bo'lishi, tizzagacha bo'lgan uzunligi yoki fransuskiy длинныйdagi liboslar uchun o'lcham olib olamiz. Biz yubkani oldi va orqadan o'lchagan uzunliklarimiz u bizning o'zimizga kerak bo'ladi. Andoza chiqarayotganda foydalanamiz. Undan keyingi o'lcham yelka. Mana shu nuqtadan rezinaning yo'qolib ketayotgan nuqtasi bo'ladi. Shu yerdan yelkamizni qo'l bilan yelka qo'shilgan joyda suyak bor, ana shu uzunlik o'lchanadi. Mana shu qoidalarga amal qilsangiz, siz to'g'ri o'lcham olgan bo'lasiz. Olgan to'g'ri o'lchamdan to'g'ri andoza ishlab chiqarasiz. Mana shu to'g'ri o'lchangan andoza libosimizning 70%ni tashkil qiladi. Bugungi darslikni o'zingiz tushunarli darajada konspekt qiling. O'lchovlarni yozing, iloji bo'lsa yodlab oling. Mana shu o'lchamlarni foydalangan holatda keyingi darsda lekala chiqarishni o'rganamiz.